Hem de ikinci hikayemiz yerlik hikayeyle başlandı. Bu hikayenin de beden tortuşumuz üzüğü muallimke. Münafık İslam muallimlerinin hizmetinin besimi iğir bulup muş mevsim ahırları kekinde muş imtihan sual tekşiriş. Bulağı bek iğir keldiken ço. 4-5 sınıfının imtihan suallarını tekşirgen eken. Üydü bek japa tatıp gitme dep bu tortaş. Bir neçe elaç okuğuçını ip kılıp işxanasida tekşirdi ekende. Şunun bilen keşmil kiredike bu balaning ota-onalari ansirab telefon qilib balla kamaytib degandan keyin bu qiz ham qaytarib ekanda ularni muallim. Bo'ldi ketinglar deb o'zi yolg'iz qoladi ekan ishxonada. Shu 8:20 bo'ladi ekan, boshqalarmi qaytib ketadi ekan. U binoda hech kim qolmaydi ekan. Chiroqlarni tushiradi ekan, sinflarning chiroqlarini. Ammo ishxonalarda to'rtpakka chiroq bor ekan. Shu ochda tekshirib 10 yerim bo'lganlarda ishini tugatib bu qiz. Endi qaytay deb narsalarni ratlab eshiknimi tiq yopmay turgan vaqtda zalga chiqib shu qara degandek qilib qoldi ekan. Qarasam yon tarafda maktab mudirining ishxonasi bor ekan, u tarafda sinflar bor ekan. Shu maktab mudirining ishxonasining oldida sochlari shunda paxpiyib ketgan, kiyimlari jul necha yil uzun muddat munchaga tushmagandek ashundoq bir g'alit bir odam bu qizga qarab tug'anda. Shu zalga dal chiqib qarasa o'sha tug'an. Opladi deb qoldi ekan. Ongacha tushib ketay desam, put qo'llar ishlamay, jon yo'q deydi. Turib qoldi ekanda ashundan qarab. Shu ongacha u asta oldiga minib keladi ekan. Shop minib kelib, keyniga o'tadi ekan bu qizning. Keyniga kelib o'tib, quloqining yoniga kelib shunaqa bir pixildab kuladi ekanda bu. Bu qiz shunda bir qo'rqib ketadi ekan. Ongacha qanday bo'lgan? Bu ishxonaning ma tarafida o'g'irni bor ekan. Shu o'g'irnidan bir muzdek shamol kirgandek bo'ldi ekan. Bu qizning badani shamolda bir xil bo'shagandek bo'lib, qarasa putlari midraydi ekan. Shu keynigami qaramay yiliqining. Vuddulash palampaydan yugurib tushib, jaynaklari, putlari, tizlari yorilib, yiqilib, shunaqa bir qochadi ekan. Qochib ongacha vaqirab ketgan ekan. Bolalar anglab nima bo'ldi deb so'rasa, shunaqa bo'ldi deydi ekan. Bo'ldi, hech qisi yo'q. Bundan keyin maktabda qolmang deb uyga ketdi ekan bu qiz. Ketib shu bir qo'rqinchlikda yurdi ekan. Ozroq vaqt o'tgan ekan, shu maktabdagi yana bir muallimga deydi ekanda, mushtaq ishga yo'liqdim desa, u muallim bo'ldi. Nimaga uchraganini demaydi ekan. Ashtaq ish bo'lib qoladi, bu maktabda ashtaq sal tekshamas. Menmu hozir kechasi dejurniy turmas bo'ldim. Siz mashtaq qiling kechasi maktabda turmang deb shundoq deydi ekan. Keyin yana bir bolalar bilan paranglashgan bo'lib, bu o'quvchi bolalar mashtaq atgan kelsak, shunaqa bir nam ko'ramiz deb ular shundoq deydi ekan. Boshqa cho'ng ishmi bo'lmaydi ekan, shundoq o'tib ketar ekan bu ish. Endi 3-chi hikoyamiz. Bu to'rdishimiz uydagilar bilan bir yemi mahallaga ko'chib keldi ekan, Shovchiga. Bu yil solgan bo'lgandan keyin texnik ko'kartish ishlarini qilmagan ekan. Binolar bor bo'lg'achqa, yalar, tosh, shixil bo'lg'achqa. Shamollar chiqishini qo'rqinchli ovozlar chiqadi ekanda bular mahallasidan. Shu bir kuni kech soat 8:20 bo'lgan vaqtga bu qiz o'zining hujrasidagi dadasi ko'tingda televizor ko'rayotibdi ekan. Shu bu qiz hojatga kirib chiqay deb uyidan chiqib, dadasi qarshi televizor ko'rayotgan shu hojatxonaga kirib, yuzlarini yuvib qolsa, bir dumchak uzun oq narsa kiyib olgan, chechik kaltachash, yuzini bir oq narsa bilan yepib olgan, ammo dumchak, puti ko'rinib turadigan, puti kafesi, kerashnovoy, ashundoq odamning puti o'xshamaydigan ashundoq bir narsa tuk sakrab bu qizning hujrasiga kirib ketdi ekanda. Bu qiz xato ko'rib qoldimi deydi ekan, tini shurkindi ekan. Dadamga deb yurishni hojati yo'q deb endi. Shu uyga kirdi ekanda. Kirib yetib qoladi ekan. Yetib uxlayotgan vaqti kechada bir uyg'ongandek bo'lib past tarafga qarasa, egiz qora bir narsa qarab turgan. Shu u yerda qo'rqib, yo ovoz chiqara olmay, ashunday qor bosgandek bo'ladi ekan.
Keyin shuning bilan ertasi ertagan choy ichib uydagilarga desa, voy xato ko'rib qopsiz, qor besib qopti deydikan. Sonra o gün kech kirdika, kechda endi yana shu birsi putiga paypoq kiymay taxtayning ustiga shap 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 dastlab mangandek u yoq bu yoqqa. Ashtaq ovozlarni anglaydi ekan. Bu qiz shunda qo'rqilgan bo'lib qolgan-da. Sonra necha kun o'tgandan keyin bir payshanba kunligi uyiga birisi keldi ekan. Shu ota-onasi chaqirganmi? Kelib ancha-muncha bilan qilgan bo'lib, bu qizni o'sha qo'ydi ekan, u uyimi tinchlandi ekan. Keyin shuning bilan bir kuni do'stlari bilan o'ynab o'tib, bir do'stiga deb berdi ekanda, bizning uyda men keyin kelgan vaqtimda mushtaq dumchak birisining tok 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 men hujram kirib ketganini ko'rdim deb shu gapni deb bersa, yana bir qizmi menmi mushu mahalda kechda mushtaq o'ynab o'tib, mushtaq birisining o'nkirdek yalang ostiga mushtaq o'nkirdek bir yerga mushtaq dukuldab kirib ketganini minayotganini ko'rgandim. Ben nimaki deb tosh etib boqsam, tosh badandan mundoq o'tib ketdi, u yo'qolib ketdi. Mushtaq bir narsani ko'rgan deb bu qiz undan deb turibdi. Shu ikkisini birdan chiqibdi, lekin keyin shuni ko'kartishlarni yaxshi qilib, ancha-muncha bilan qilgan ekan, bu ishlarmi o'nglashib ketdi. Mana bu 3-chi hikoya. 4-chi hikoyami sal g'alit ekan. Bundan da qo'rqinchli bilan chiqmaydi. Bu to'rdishimiz Pichanning ma'lum bir yezisidan ekan. Shu bilan yezda endi 4 uyning orasida bir tor ko'cha bor ekan. Shu tor ko'chalar bek chiqqanda, kunda kechda o'ynab qaytayotganda shu ko'chalarni o'tishga to'g'ri keldi ekan. Shunda sur bosadi ekanda endi kechda. Shu bir kuni ashdan sur bosib ketib, baldiroq uyga kiray deb yugurib ketyapsa, bola birning putlashgandek bo'pti. Yerga yiqilibdi, ammo yerga shunda paydakli tushdi-da, shunda yengil tushdim dedi. Paydakli tushib, aniq sharlar bir kayni ko'pib, kayni qaytdi-da. O shardakli kayni ko'pib, qo'pib, o'r turib qoldi-da, yugurayotgan holda kelib qoldi. Bu qanday qoldi deb bu bol tushunmabdi u ishni. Qarasa, uy turib qarasa kiyimlarim pokiz, hech yeri hech nima bo'lmagan. Bu nima ish deb endi cho'ng'ag'im demabdi. Keyin shundan bir qatam bular Müküşmek so'qimoq dedimi, uni unutib qolibman. Müküşmek deb tushundim ish qilib. Müküşmek o'ynaymiz deb yoki uzum quritadigan chunji bog'i, chunjining ustiga mükib tikan o'shtadi. Mükib shuni bermik bo'lsa hech kim topolmaydi deb kech qorong'i vaqtga u. Shunda paralashib o'tiribdi, angachi bu bola menga tushayli debdi-da. Shuning bilan bular to'rtta tang tushmoqchi bo'pti. Shu tushadigan chog'da bu bola bo'sh bir kesakka tasib oldimi, qirdiki. Shu seyriliblam shu chunjining ustidan tushib ketib qolibdi-da. Boshqalar ham deb ko'may qolibdi bundan tushib ketganda. Bu bola xil egizga u. U bir yarim sundigan bo'ldi deb o'ylab qolibdi, ammo yana shunda paydakli tushdi-da, laylab tushib. Yumshoq tushdi, hech nima bilmaydi. Yana shunda shar ko'pgandek qo'rqib qoldim. Shu boshqa bolalar keynimdan tushib, "Voy sen nima tez tushding?" deb hayron qoldi. Ular mening unda yiqilib ketganimni ko'mabdi. Ikki qitim bir g'alati ish bo'ldi. deb shuni so'zlab beribdi. Men o'qisam endi bundan ag'in bor bir nima yo'q ekan, lekin bu shundoq bir g'alati ishkanda. Bo'ldi bugungi hikoyalar mishayichi bo'lsin. Xayr, xo'sh, omon bo'ling.